Kuzda yaqqan qar. 5-qism. Yo'q, hech nima lozim emas. Menga siz bo'lsangiz bo'ldi aqida. Bilamsiz, sizni shunchalik yaxshi ko'raman. Mendan nima talab qilsangiz, mayli. Ammo mendan ayrilma. Sizdan o'tinib qolay. Uning bundaq deyishidan turibli qoldim. Men uningga yana nima deya olayman? Mushundaq ahvoldami yana uningga azor berib yursam, rostilla qamlashmaydi. Hay ahmaq. Kim sizdan ayriladi ekan? Biz degan yaqin do'st. Do'stlar nada ayrilgan ba? Boshqa ishlarni o'ylamay, yaxshi davolaning. Bo'lmasa men xafa bo'lib qolaman. Qandaq? Haras, nima yegingiz ba? Men akirib beray. U sal xijil bo'lgandek. Sizni avar qilamanmi? Hay, undaq deysangiz meni yod ko'rdi deyman jumo. Daga? Dedi. Mening issiq cho'chur ishkim bor aqida. Kunlar shu tariqada o'tib, dadamningmi, Shavkatningmi salomatligi yaxshi bo'lib qoldi. Men bu maktab bilan doktorxona oralig'ida to'liq qatirib, Shavkat ishkaylan hamma saboqdoshlarning og'zidagi g'ayrib sanam atilib qolgan edik. Oylar bir-birini qo'g'lishib, bizni ta'tilga qo'yib bergan vaqtmi bo'ldi. Yana hafta o'qivatsak, men bu yurtimga, dadamning yeniga ketdim. Shunchalik xushal bo'lib atgan bo'lsam-mu, ammo yana bir tarafdan Shavkatni o'ylab qoldim. Uni rostili yaxshi ko'rib qolgandim-ammo. Garchi biz haqiqiy yurmagan bo'lsak-mu, ammo uningdan ayrilg'im yo'q edi. Shu xayollar bilan nars keraklarimni yig'ishtirib o'tirganimda Zuba kirib keldi. Qandaq adash, nars keraklarni yig'ishtirib bo'ldingmi? Shavkat ishkanlar qandaq qilishni o'ylashyapsizlar? Davomliq do'st bo'lmoqchimi yoki bu munosabatni bekitib etay deb o'yladingmi? Hozir maktabda hammaylar seni Shavkat bilan yuriyotdi deb biladi. Qiz bola gapga yaqin bo'ladi ekanmiz. Nimali ish bo'lsa ochiq bo'lgan yaxshi. Ishkanlar yaxshi paranglashinglar. Hozirgi ta'tilga chiqamiz deyapmiz. Keyin yenib kelganimizda songmi beab bo'ladi. Uning o'ylaganlarimi to'g'ri. Demisimi, men yurtga ketib, uning bilan davomli do'st munosabatida va yoki yuriyotganlar munosabatida izlashib yuramda. Hamma ishlar aydin bo'lsa, ishkilimizga biyab bo'lmaydi. Nars keraklarni yig'ishtirib bo'lib, uningga tunji qaytim aktiv holda uchur yozdim. Va biz doim tomoq yeydigan oshxonada ko'rishishni aytib, o'zimni bir oz tuzashtirish uchun asta o'rnimdan turdim. İşlerimni tugitib pastga tushganimda Shavkat burunqidek baldirlar meni saqlab turayotgan ekan. Uning bilan yenik salomlashgandan keyin yondashib gapni qilishmay mandiq. U menga turib qarab qo'yatdi. Aqida, sizga bir ish bo'lmaganda, tuyuqsini ko'rishaylik debsiz. Burunman gap qilmagacha gap qilmaydingiz. Sal ansirab qoldi. Boshqa ish bo'lmaganda. Yo'qay. Shu ta'tilga chiqib ketsak, uzoq vaqt ko'rishamaydi ekanmiz. Shunga siz bilan biror vaqt tamoqni birga yegash paranglashaylik deb o'ylagan. Xohlamisiz? deb qadamlarimni to'xtatib uningga qaradim. U bekli jiddiylashib ketdi. Yo'q, aqida, meni xato tushunma. Ishkaylan bir-birimizga qarab, yana kulishib ketdik. Uning kulgandagi holati shunchalik umoq ham bek tatliq edi. Uning o'zini tutib olgan esil yana bir tarpi hamma kishining amroqligini keltiradi. Biz oshxonaga kirib, men gap boshlab bo'lguncha u avval eg'iz ochdi. Oldingi mezgillarda doktorxonada menga shunchalik yaxshi ko'rinib qardingiz. Balkim uydagilar bo'lsin shunchalik qila bo'lgaydi. Amaliyotda sizga boshli rahmat aytmoqchi edim. Ammo mendan siz boldir chiqib ketib qoldingiz. Dadangizning mijozi xil yaxshi bo'lib qopti. Sizni so'ray olmadim. Ko'nglingiz yerim qig'im yo'q. Shunga do'stingiz Zubardan so'raganda, men sizni xushal xuram kulib turishingizni umid qilaman. Aqida, mening ham sizga mushunday xushal kayfiyat baxtli turmush ato qilganman. U shundaq deb oldingi qaytim men qabul qilmagan uzukni chiqarib menga ko'rsatdi.
uningga qarabla qoldim. Acaba u mening bu ishlarni deyish uchun uni chaqirganligimni ko'ngli to'yib qolganmidi? Men sal turib elib uningga qarang Shavkat, amaliyotda bugun men mushu ish to'g'risida siz bilan paranglashay degan. Men sizga aniq qilib aytqango, mening opam yo'q, dadam ikkimiz yolg'iz. Na bir singlim yoki aka-achilarim yo'q. Men dadamni tashlab hech bir yerga bora olmayman. Biz faqat do'stlardala bo'la olamiz. Bu gaplarni qilg'ucha yuragim shunchalik og'ridi. Bara uningdan yiroqlashib ketib qolgandek his qilyotdim. Shu topda mening haqiqiy his qilganim, men uni rostali yaxshi ko'rib qolgan edim. Men sizga degan, bizning uydagilar meni to'yishimga o'zim qira chiqirishimga hurmat qiladi. Men nega boray, kimni olay, nari turmush quray, ota-onam qilchilik qarshi chiqmaydi. Siz bundan asirmi? Yo'q Shavkat, biz undaq burunning uchini ko'rsak bo'lmaydi. Biz mangdigan yo'llar uzun. Siz yurtingizni ota-onangizni tashlab bo'lmaydi. Men buningga yo'l qo'ya olmayman. Men shundaq deb turishimga kutkuchining tamog'inglar chiqdi deyishidan to'xtab qoldim. U tomoqni ag'ucha qo'lining yenik titrganligini his qildim. Gerçi u o'z hissiyotini chandırmaslikqa tirishayotgan bo'lsa-mu, ammo harakatlaridan ko'nglining yerim bo'lganligi bilinib turadi. Onunla emas, mening ko'nglimmi xuddi har chaqqandek shunchalik echishyotadi. Biz tomoqni yeb bo'lib, hech bir gap so'zsiz o'rnimizdan turishdik. Maktab darvozasidan toki yotoq binosi tarafga mang'icha hech bir gap qilmagan Shavkat. Aqida, men o'yinish vaqti ber. Men sizga kuchur yozaman. U shundaq deginicha xo'shmi demay ketib qoldi. Qadamlarim eg'ir. Uning asta yiroqlab ketayotgan simoyiga qarab, ko'zlarimdan ixtiyorsiz yoshlar quyilmoqda. O'zimni shunchalik tutib olishga tirishgan bo'lsam-mu, ammo menga osiy ko'zlarim faqatla bo'ysunmayotdi. Shundaq qilib, u 2 kundan keyin menga uchur yo'llabdi. Uchurda mundaq deyilgan edi. Yaxshimi Aqida? Hayotimdagi bir dona, o'z xiyolimdagi chehrli nur tabassum, oq ko'nglik yig'ib, kishiga xotirjamlik ilonlik ato qilgan farishta. Amaliyotda sizda faqat oylig'im yo'q. Ammo sizning ko'nglingizga ilojsizlik, ko'ngil og'riqni faqat ko'rgim kelmadi. Ham ko'rgimmi yo'q. Meni o'ylaydiganim faqat sizning kulib turishingiz, xushal o'tishingiz. Agar ikkilanib qilayotgan bo'lsangiz, meni sizni baxt qilolmaydi deb o'ylagan bo'lsangiz, xatolashdingiz. Men o'zimga va'da bergan. Men tanlagan. Meni tanlagan ochiq qizni meni qanchalik jafo-tatay, cho'qim baxtli qilib, hargiz men ko'zim pushaymay ish oqtirmayman degan edi. Amaliyotda sizga bir gapni qilmay degan. Endi demsam qat'iy bo'lmabdi. Dadam burun onamni bekli uratdi. Ular cho'na tunishtirish bo'yicha to'y qilgan bo'lg'achqimi, orasida muhabbat yo'q ekan. Men kichkina onamning tayoqib cho'ng bo'g'ini ko'rib, cho'ng bo'g'an. Shunga o'zimga mayli kim bilan to'y qilay, cho'qim bilan bu dunyodagi eng baxtli qiz qilaman deb o'ylaydi. Onam menga bek ko'ynidi. U meni debla bu uyni ta hozir tutib keldi. Gerçi orliqimiz, yurtimiz yiroq bo'lsa-mu, ammo men siz uchun har ishni qilishga rozi. Qolgan tanlashni sizga qo'ydim. Men har vaqt sizning yoningizda. Izchib turay. Etingizdan o'tsa, menga gap qiling. Ammo men sizdan hargiz voz kechmayman. Bu Qur'onni o'qib, tuyuqsiz uningga ichim og'rib qoldi. O'g'il degan onaning yurak parisi. O'xshashla ona deganmi o'g'ilning bu dunyodagi farishtasi. Ammo dadammi mening dunyolikdagi bir donam. U ta hozirgacha meni o'zi yolg'iz beqib, bir qaytam vaysab baxmadi. Acaba men ko'ngilni deb dadamdan voz kechamanmi? Uningga javob qaytarmadim.
Kunlar o'tib, bizning ta'tilga chiqqanimizga hozir 1 oycha bo'lgan edi. Bu vaqtda Shavkat izchil dadamning ahvolini so'rab, menga yana do'stlarcha muomalada bo'lib turdi. Gerçi onunğa aniq bir javob bermagan bo'lsam-mu, uning bilan izchil do'st bo'lib turayotganligimdan yanala shunday xushal edim. Dadamning salomatlik ahvoli men beribla yaxshilanib, tetiklashib ketdi. Men dadamni yolg'iz tashlab qo'ymagan xo'lim xo'shna ali mahalladagi cho'nglarni uyga mehmonga chaqirib, ularga rahmatimni bildirdim. Ta'til to'shishga az qolgancha dadamga yana bir yerlarim chidamay vatadi. Gerçi dadamning salomatligi yaxshi bo'lsa-mu, ammo yillar rahimsiz izlarini uning yuz ko'zlariga bir-birlab silib ketib boradi. Mag'durdan qilayotgan, mukchaygan turqi yuragimga xuddi temir zixni qizitib yoqqandek shunchalik bearam qilmoqda. Dadamni yurtimni tashlab maktabga yana mangmoqchi bo'layapman. Gerçi dadam chandurmagan bo'lsa-mu, ammo yanala bir yerlardan menga qiymay, har qaytim menga qarg'inida ko'z chanoqlarida yoshlar akiydi. Urumchining havosi qish kelsa-mu o'xshashli yana shunchalik sovuq edi. Men Zuba bilan poyezddan tushishga tayyorlik qilayotganimda Zubaga uyidan telefon keldi. Voy. Nima? Nemishqa bundoq bo'ladi? Sada nemishqa? U telefonni elibla shundaq deb qattiq yig'lab ketdi. Nemish bo'lganligini men bilmadim. Adash, sada nemish bo'ldi? Ha? Menga qarg'ina. Zuba. Zuba og'ziga gapni kelmay davomli yig'layotdi. Poyezdagi hech ishdan xabarsiz kishilar menga o'xshashlar uningga ajablanish ilgili qarab turadi. Adash, men dadamdan ayrilibdiman. Men dadasiz qolibdiman. Meni dadam yo'q bo'pti. Men hech kimdan ayrilibdiman. Men hech kimdan ayrilibdiman. Men dadamdan ayrilibdiman. Nemishqa bundoq bo'ladi? Sada nemishqa? U shundaq degenicha menga esilib yig'lab ketdi. Men xuddi egiz hangdan tushib ketayotgandek bir tuyg'uda nima qilarimni bilmay dong qaytib turib qoldim. Onunga nima deyishni, nima deb tasalli berishni bilmay vatdim. U bo'lsa meni quchoqlaganicha yanada qattiq yig'layotdi. Bo'ldi adash, ko'nglimni yerim qilma. Men yeningda bor adash, bo'ldi. Men faqat mush so'zlarni qayt takrorlaydim. O'zimni shunchalik tutib olsam-mu, ammo ko'z yoshlarim o'zimga bo'ysunmayotdi. Axir poyezdmi to'xtadi. Biz ishkaylan boshqalarning yordamida poyezddan tushib, maktabga qarab yo'l oldik. Kuzda yaqqan qor.
Men xuddi egiz hangdan tushib ketayotgandek bir tuyg'uda nima qilarimni bilolmay dong etib turib qoldim. Onunga nima deyishni, nima deb tasalli berishni bilolmay yotdim. U bo'lsa meni quchoqlaganicha yana qattiq yig'layotdi. Bo'ldi adash, ko'nglingni yerim qilma. Men yeningda bor adash, bo'ldi. Men faqat mush so'zlarni qayt takrorlaydim. O'zimni shunchalik tutib olsam-mu, ammo ko'z yoshlarim o'zimga bo'ysunmay yotdi. Axir poyezdmi to'xtadi. Biz ishkaylan boshqalarning yordamida poyezddan tushib, maktabga qarab yo'l oldik. Ziba ruxsat elib yurtiga mangmoqchi bo'ldi. Men sen bilan birga boray desam, u qo'shilmadi. Ziba shu kuni kechda yurtiga qarab menib ketdi. Ko'nglim shunchalik yerim. Zibaning dadasi shunchalik o'ngluq, bek yaxshi kishi edi. Boshqalarga yordam qiladi-ki, faqat yomonlik qilmaydi. Menga bekla amroq edi. Men atsi sinfga chiqdim. Shavkat meni izlab sinfga kirgan bo'lib, Zibaning ishidanmi xabar tepib bo'lgan edi. Hey, yaxshimi aqida? Qanday tursiz? Ziba teshib beryaptimi? Nima ish ekan bilmayman. Men tuyuqsizlik yig'lab tashladim. U mening ko'nglimning yerimligini bilgashga ortiq gap qilmay ig'ir o'sinib qo'ydi. Mana Ziba ketgilimi hafta bo'ldi. Men kunda uning bilan aloqalashib turdim. Uningga shunchalik ichim og'rib ketib boradi. U dadasiga bakla erkilab ko'nib qag'ashqim ekan. Dadasi uni birli qiz deb bak e'tiborlaydi. Hatto ig'ir ishlarni qildirib baxmagan edi. Kunlar o'tib, oylar o'tib, qish ketib, yozma keldi. Shu ishdan keyin Ziba boshqacha bir odamga aylanib qolgan edi. Burunqidek sho'x mijozidan qat'iy asar yo'q. Biz Shavkat ishkaylar maslahatlashib, uni bog'chaga opirish qaroriga keldik. Ham Ziba uchaylan birga bog'chaga keldik. Gerçi Ziba bizni deb ancha-muncha kulib qo'yayotganini hisobga olmaganda faqatli echilanmadi. Bizmi uni bek zo'rlab ketmadik. Shavkat yaqin atrofda tamiga o'xshaydigan oshxonaning borligini aytib, bizni shu yerga boshlab bordi. Biz uchaylan o'xshagan polo yegandan keyin Ziba tuyuqsizla dadam pologa bek amroq edi deb yig'lab ketdi. Shavkat ikkimiz nima qilarimizni bilolmay qoldik. Ham bo'ptilar ichini bo'shtib olsin deb uni mayliga qo'yibdik. Ziba o'zini salbiy so'lib birdamdan keyin qaytayli deb o'rnidan turdi. Uningga qarab ko'nglim shunchalik yerim bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning yanida cho'qim qaysar bo'lishim kerak edi. Yillar rahimsiz. U sizning rayingizga baxmaydi. Faqat bizga kampitdek tatliq, zahardek ochiq aslamalarni qoldirib, birini oldi, birini keyni qilib, bizdan bir-birlab ayriydi. Hayotlik safarda siz hammamiz bu dunyoga mehmon. Bir kimlarga qilgan yaxshiligimiz yaxshilik bo'lib, yomonligimiz yomonlik bo'lib, o'z bo'yicha yana o'zimizga qaytadi. Shunda qilib, men, Shavkat, Ziba uchaylan yaxshi do'stlardan bo'lib o'tib, 1 yil vaqtni o'tkazib o'tgan bo'ldik. Ammo Shavkat yanala niyatidan yandiganda qilmaydi. Fursat bo'lsa, menga gap puritib yuradi. Ammo men uni yanala yaqin do'stim qatorida ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolganligimni amalning baricha chandırmaslıqqa tirishib kelyapatdim. Aylar bir-birini qo'g'lashib, bu illiqqina odamga huzur beg'ishlaydigan yozmi oxirlashib qoldi. Kuz kelishi bilan Urumchining havosi qaytadan sovib ketdi. Bu sovuqligida yana qor yog'digandek qiladi.
Shu tariqada hafta o'tib, xuddi biz maktabga kelgan tunji yili ko'zda yaqqan qarg'a o'xshash, osmondan qorlar lapildab tushishga boshladi. Bugun Shavkat meni sirtqa taklif qilgan edi. Ham o'zining menga gapi borligini aytgan. Men uni yanala do'st qatorida ko'rib, uningga ma'qul bo'lib, uning yeniga chiqqan edim. Amaliyotda u o'zining o'qishdan to'xtab, harbiylikka bormoqchi bo'lganligini, men bilan xo'shlashqili chiqqanligini aytdi. Uning bu gaplarini anglab, ko'nglim bakmi yerim bo'ldi. Xuddi bir yaqin qarindishimdan ayrilib qolgandek, yuragim shunchalik og'rib ketdi. Shunchalik hayron qoldim. U asaldan bizga bu ishlarni deb baxmagan. Ammo uningga ko'nglim yerim bo'lganligini qat'iy chandirmaslik uchun kulimsirab qarab turdim. Aqida, o'zingizni ko'p asrang. Men taklif qilib turing. Men faqat sizni ma'qul desangiz, sizdan hargiz voz kechmayman. Ammo harbiylikka berishimni onam umid qiladi ekan. Men onamga mushkamgacha bir ish qilib berib baxmadim. Bu tarafini qat'iy yerda qo'yg'im kelmadi. Onam men uchun shunchalik zo'r bedellarni to'lagan. Axyol bo'lsin Shavkat. Tam shu kamgacha yaxshi do'stlardan bo'ldik. Menga zibog'imni ko'p kuyindingiz. Sizga ko'p rahmat. Siz bilan aloqalashib turman. Biz degan yaxshi do'stlardan tursak, deb uningga susqini kulimsirdim. U o'yginlikka mangdiganligini, menishdan ilgari men bilan bir vaqt tomoqni birga yegisi borligini aytdi. Men ma'qul bo'lib yotoqqa kirib ketdim. Uning bilan yanada men eng amroq cho'chirni ishgandan keyin bir oz paranglashib, uningga yo'l tilab yotog'imga qaytdim. U menga ortiq gap qilmay, o'zingizni asrang Aqida. Men cho'qim uchrashib turing. Menga yanada tatliq kulimsirab qarab turdi. Andin siz avvalmang, dedi. Men uning bilan xo'shlashib, keynimga o'rildim. Gerçi ko'zlarimdan yoshlar aygigan, keynimga qayrilib qarag'im bo'lsin, jur'at qilolmadim. Qor xuddi nozik usulchidek ko'kdan noz karashmasi bilan tushmoqda. Ammo mening ko'nglim g'ayriblik iskanjisida o'zimni qo'yadigan yer topolmay turibdi. Uningga ketmang demdim. Uni tutib qolamdim. Uni o'zim rad qilib, endi bo'lganda nima deyalayman? Men faqat uningga yo'l bo'lsin, salomat bo'ling deyishdan ortig'ini qilolmaydim. Sabahmi uning ketadiganligini bilgandan keyin menga ich og'ritgandek qarab ketdi. Va meni bag'riga besib, bir hasa tasallimi bergan bo'ldi. Bugun Shavkat ketganiga bir hafta bo'ldi. Gerçi ko'nglim yanala joyiga tushmagan bo'lsin, menda iloji yo'q. Uningga uchur yo'llashni o'ylaydim. Kelgan uchurga javob qaytarishni o'ylaydim. Ammo uning ham o'zimning yangi turmushining qaytadan boshlanishi uchun bu ra'yimdan yandim. Uningga bo'lgan chin hissiyotlarimni yuragimning cho'nqur yeriga ko'mib saqlashni o'ylab, o'rnimdan turganimda bugunmi yana o'xshashla qor yig'ayotgan edi. Acaba Urumchining qorlari cho'qim kuz faslida yig'ishga bekitilib ketgan bo'lg'aymidi? Ovoz berguchilar. Aqida rolida Amina Bakri Qarg'ash. Shavkat rolida Yusufjon Shirali. Ziba rolida Sarvinoz Hijron. Dadisi rolida Hazratali Abud. Apsi rolida Amannisa Eli. Şatlanmağa
içimge şatlanmagan ezelden ben ömrümde bunca alkışladım tunca sevgini hasiyetlik tunca yapan karman fikrim sevginim mikrim cin akide kalbimizge ya Gülüşlerim kar kabi cimcim tırnaklarım yıkımlık şama sensiz tenha yaşayamazman taxtım tapar sen bilen kamal sensiz tenha yaşayamazman taxtım tapar sen